Chinoz ekologiyani yaxshilash uchun qilinayotgan ishlar bu shunchaki so'z emas, bu harakat. So'nggi vaqtlarda Chinoz tumanida ekologiya asrash va atrof muhitni muhofaza qilish bo'yicha keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Jumladan, ikki inson kasb-hunar politexnikumida biologik xilma-xillikni saqlashning dolzarb muammolari mavzusida seminar o'tkazildi. Tadbirda Fanlar akademiyasi, Ekologiya vazirligi, Barqaror rivojlanish markazi, prokuratura hamda ta'lim muassasalari vakillari ishtirok etdi. Shuningdek, tumanda Obod mahalla Vatan ko'rki shiori ostida umumxalq xayriya hasharlari faol davom etmoqda. Ushbu hasharlarda hududlarni tozalash va obodonlashtirish ishlari amalga oshirilmoqda. Yoshlar o'rtasida siz ekologik qonunlarni bilasizmi nomli tanlov o'tkazilib, u maktab o'quvchilarining ekologik va huquqiy savodxonligini oshirishga qaratilgan. 28-maktabda ham ustoz va o'quvchilar bilan birgalikda yangi ko'chatlar ekilib, maktab hududi tozalandi. Barcha tadbirlarda O'zbekiston 2030-yil strategiyasi hamda atrof muhitni muhofaza qilish va yashil iqtisodiyot yili doirasida amalga oshirilmoqda. Bu tashabbuslar orqali yoshlar ekologik qonunlarni o'rganmoqda va tabiatni mas'uliyatli munosabatni shakllanmoqda. Toza hududlar esa sog'lom hayot va farovon kelajakning asosidir.